Ertalab soat 5 yugurish challenge'imizda 52-kuni. Bugun 10 kilometr yuguramiz. Birinchi kilometr 5 daqiqada yuguramiz. Tugatdim. 53 minut vaqt ketdi. 10 kilometr tugatgan. O'zi bu 4-chi yoki 5-marta 10 kilometr yugurishim bir urinishda. Birinchisida 1 soat oshib qo'ygan edi. Keyin 1 soat 2 minutga tushirdim. Keyin yana 3-chi yoki 4-chi urinishda 54 minutga tushgandim, ya'ni 1 soat 2 minutdan. Va hozir 50 minutdan ozgina o'tdi. O'zi 50 minut ichida yugurmoqchi edim. Mashina, keyin svetoforlar borligi uchun bu qo'ygan bo'ldi. Zo'r. Bundan keyin yurishlarda ham, ya'ni 50 minutdan qilamiz. Sog' bo'ling.